Avtopolifimiz uchun bitta mana shunaqangi частотный nasos qo'yganmiz. Bizda demak 4 ta kartamiz bor. Hop, skvajinadan yonkis to'ldiryapmiz. Yonkisdan nasos olyapti, primoy polif uchun ishlayapti. Hozir test qilib ko'ramiz, ruchnoy. Hop, demak ikkinchi konturni sepamiz. 5 minutga qo'yaman. Start. Nasos ishga tushdi. Demak, maksimal расход hozir ko'ramiz. Расход demak 3,5-3,6. Demak, tepaga chiqib ko'ramiz hozir. Bu tomonda ham kartalarimiz bor. Videoning oldi tomonini ko'ramiz.